Assalomu alaykum. Bu video davomida maslagiy Content Studio Telegram bot haqida umumiy ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu botimiz sun'iy intellekt asosida qilingan bo'lib, sizga kontentlar yozishda, vizuallar qilishda, rasmlar, fotosessiya va videolar qilishda yordam beradi. Endi birinchi tugmani bosadigan bo'lsak, profil tugmasida biz o'zimizning profilimiz haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Bu yerda biz balansimizni ham ko'rishimiz mumkin. Eslatib o'tmoqchiman, botimizda funksiyalardan foydalanish uchun balansimizda ball bo'lishi kerak. Agar balansimizda ball bo'lmasa, balansni to'ldirish tugmasini bosib, ball sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi kerakli ikkinchi tugmamiz Content Pro tugmasiga bosamiz. Content Pro bizning ikkinchi alohida Telegram botimiz bo'lib, sizga SMA mutaxassis sifatida blog yuritishda va kontent taqilishda yordam beradi. Ya'ni sizga SMA mutaxassis sifatida barcha savollaringizga javob beradi. Reelslaringizga ideyalar qilib beradi, ssenariylar yozib beradi, storieslaringizni qilib beradi, sotuvlaringizni qilib target yoqishda ham sizga yordam beradi. Content Pro Telegram botimizda oylik obunasi 99 ming so'm. Oylik obuna olganingizdan keyin barcha shu yerda ko'rib turgan funksiyalarni bir oy cheksiz ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi tugmamiz e-fotosessiyaga bosadigan bo'lsak, bu yerda biz rasmlar bilan ishlash uchun asosiy 4 ta funksiyamiz bor. E-fotosessiya, GPT bilan rasm tayyorlash, prompt yordamida rasm yaratish va rasmni promptga aylantirish. E-fotosessiyani ko'radigan bo'lsak, bu yerda biz oddiy rasmimizni yuklab, professional darajadagi nevrofotosessiyalarda qilishimiz mumkin. Fotosessiya qilish uchun biz 15 dan ortiq tayyor stillarni qo'yib qo'yganmiz. Agar bu yerda bizga ma'qul keladigan stil bo'lmasa, prompt kiritish tugmasini bosib, bemalol o'zimizning promptimizni kiritib, bemalol fotosessiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyadan to'g'ri foydalanish uchun video qo'llanma tayyorlaganmiz. Mana shu video qo'llanmani ko'rib, to'lig'icha to'g'ri foydalanishingiz mumkin. Endi keyingi funksiyamiz GPT bilan rasm tayyorlash. O'zi nom bilan aytib turgandek, ChatGPT da rasmlar bilan qanaqa ishlagan bo'lsangiz, bu botimizning bu funksiyasida xuddi shunday bemalol ishlashimiz mumkin. Ya'ni xohlagan rasmlarimizni joylab, ularni e'tibor tortuvchi qilib o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun, mana hozir rasmda ko'rib turganingizdek, oddiy mahsulot rasmlarini yuklab, ularni turli lokatsiyalarda chiroyli e'tibor tortuvchi, sotuvda oshiruvchi qilib ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyadan to'g'ri foydalanish haqida alohida video qo'llanma qilganmiz. Mana shu video qo'llanmani ko'rib, to'g'ri foydalanishingiz mumkin. Endi keyingi funksiyamizni ko'radigan bo'lsak, prompt yordamida rasm yaratish. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, e'tibor tortuvchi rasmlarni yaratish uchun oddiygina pastda matn kiritishimiz kerak. Rasmimiz qanaqa bo'lishini to'g'ri tasvirlab beradigan bo'lsak, to'g'ri prompt kiritadigan bo'lsak, bizga sifatli, chiroyli rasm yaratib beradi. Eslatib o'taman, bu funksiyaga biz rasm yuklamaymiz, faqatgina matn kiritib, mana shu matn yordamida demak biz rasm yaratishimiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyadan ham to'g'ri foydalanish uchun biz alohida video qo'llanma qilganmiz. Mana shu video qo'llanmani ko'rib, bemalol to'g'ri foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir foydali funksiyalardan biri bu rasmni promptga aylantirish. Bu funksiyaga agar biz o'zimizga yoqqan rasmni yuklaydigan bo'lsak, misol uchun Pinterestda topgan rasmimizni yuklaydigan bo'lsak, mana shu rasmni promptga aylantirib beradi. Bu promptni keyin biz o'zimizning fotosessiyalarimiz uchun yoki mahsulotlarimizga rasm yaratishda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu funksiyadan to'g'ri foydalanish haqida ham alohida video qo'llanma tayyorlaganmiz. Mana shu video qo'llanmani ko'rib, bemalol to'g'ri foydalanishingiz mumkin. Endi botimizni video qilib beradigan funksiyasiga kiradigan bo'lsak, AI Video Studioga bosamiz. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, oddiy rasmimizni yuklab, prompt kiritib, rasmimizni videoga aylantirishimiz mumkin. Va 5 sekundli va 10 sekundli rasmlar ham qilishimiz mumkin. Funksiyadan to'g'ri foydalanish uchun alohida video qo'llanma qilganmiz. Mana shu video qo'llanma yordamida to'g'ri sifatli videolar yasashingiz mumkin bo'ladi. Botimizning yana bir tugmalaridan biri AI avatar. Bu yerda biz o'zimizning fotosessiya uchun tayyorlagan AI avatarlarimizni ko'rishimiz mumkin, ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Agar bu yerda biz AI avatarimiz bo'lmasa, yangi AI avatar yasash tugmasini bosib, avatarimizni yasashimiz mumkin bo'ladi. Agar bizda avatarimiz bo'lsa, unga bosib fotosessiya qilishimiz mumkin yoki avatarimizni o'chirib ham yuborishimiz mumkin. Botimizning oxirgi tugmasi yordam olish. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, yordam olish tugmasi bor va video qo'llanmalar tugmasi bor. Agar biz yordam olish tugmasini bosadigan bo'lsak, adminga yoki sotuv menejerlariga murojaat qilib, o'zimizning savollarimizga, muammolarimizga yechim olishimiz mumkin bo'ladi. Video qo'llanmalar tugmasiga bosadigan bo'lsak, botimizdan foydalanish uchun tayyorlangan barcha video qo'llanmalarni olishimiz mumkin bo'ladi.